Chiroyli bolalar ko'ram. Boksga. O'zbekiston tarkibi Abduvohid Ne'matov 12-raqamda darvozada, 18-Abdulla Abdullayev, 23-raqamda Husniddin Ulug'ov, 10-Aziz G'aniyev, 9-raqamda Abduqodir Husanov, 13-raqamda Sherzod Nasrulloyev, 4-raqamda Sayfiyev, 11-raqamda Mana boshimga tushgan, sizni ham boshingizga tushdi. Uchrashuv bosh hakami Adil Al-Naqviy. Mana ekranlaringizda yon chiziqdan to'pni kiritib beradi. O'ynayapti. Shu yerda bosimni boshlab qo'yishdi. Oston O'runov Misrga qarshi uchrashuv qahramoni deyishimiz mumkin. Ikkita gol, yorqin o'yin va sal hisoblanib chiqib ketgan edi. Yaxshi tuzalib, mana asosiy tarkibga qaytdi. Otabek Shukurov fantastik pas berdi ikkinchi golda. Umuman jamoamiz hamjihatlik bilan harakat qildi. Abdulla Abdullayev terma jamoa safiga qaytib. Hozir darvozam oldida ham vaziyat yuzaga endi joylashuvga to'xtaladigan bo'lsak, agar aynan Kanavarning Misrga qarshi qo'llagan taktikasidan xulosa qilib aytaman. 3 ta markaziy himoyachi bilan o'ynaymiz. Eng markazdagisi Abdulla Abdullayev bo'ldi. O'ngroqda Husniddin Ulug'ov, chaproqda Abduqodir Husanov. Nima deb bordi? Va o'sha o'yinda Alijonov himoyada, bu safar Sayfiyev ekan. Chapda esa Nasrulloh. O'zgarishsiz. Tayanch zonasida Odiljon Hamrobekov eng o'sha orqada stopper vazifasini bajaruvchi zarur himoyachilar. Ozgina teboroqda Otabek Shukurov va o'zgaruvchan vaziyatga va hisobga qarab o'zgaruvchan pozitsiyada Aziz G'aniyev. Eldor Shomurodov o'ng qanotda Aziz G'aniyevga to'p yetkazib berdi. Orqa yordam yetib kelgan Hamrobekov chap qanotga uzatmoqchi edi. Himoyachi buni ilg'adi, payqadi va to'pni to'xtatdi. Kurashni davom ettirish mumkin deb ko'rsatyapti. Referi mana endi yiqilib yotgan futbolchiga e'tibor qaratdi. Aziz G'aniyevning o'zgaruvchan pozitsiyasi nimadan iborat? 4-4-2 ga o'tsak, yarim himoyachiga yangilik albatta, chunki uzoq vaqt davomida terma jamoaga chaqirildi va zaxirada edi. Hozir esa Kanavaro shu kunda vakilini ko'rmoqda. To'xtab qoldi. Shu narsa qanday ish berdi ko'rsatamiz. Maydonda bahs yuzaga kelyapti.
o'zi aslida to'p izlaydi, hakam o'sha payt to'pni to'xtatdi, maqsad to'p emas, to'pni o'ziga qaytarib berish to'g'riroq variant bo'lardi nazarimda, lekin eronliklar shu bizga ulgurmadi. Pas bergan. ya'ni bizda qolishiga to'sqinlik qilishmadi. Amronbekov odatdagidek Shomurodov pasroqqa tushib kombinatsiya startida ham qatnashyapti. Sayfiyev, Aliyev kuchak zarbasi ishlab oldi. O'zi kuchak to'pni o'yinga kiritib beradi. Bir marma ofsayd uchun bahslashyapti shekilli eronlik futbolchi ofsayd yo'q masalasi va Linesman bayroq ko'tardi. Bayroq ko'targan holatini bizga namoyish etishmadi. O'sha ofsaydni qayd etgan chunki rejim eronliklarga topshirdi. Izzatulloh jarohat olganga o'xshaydi. Eronliklar shu o'yinni qo'lga olganda bu o'shdan o'yinni sovutishni yaxshi ko'radi. Gollar hozircha yetib kelishmadi. Yetakchi futbolchilardan biri Said Izzatulloh maydon markazida harakat qiladi. Boshqaruvchilik xususiyatlari ham bor. Almashtirilayotgani tizimiga ta'sir qilishi mumkin. Gap yo'q, bo'ladi. Terma jamoamizning sxemasi haqida suhbatni davom ettiradigan bo'lsak, nafaqat asraniy balki himoyada ham mana shunday bizga yarasha yashirin qurolimiz bor. Abdullayev ko'rdik, aktiv ravishda oldinga intilyapti. Shunda Abduqodir bilan Abduqodir juftlikda esa erta pressing jarayon. Salomatlik tilaymiz Izzatullohga. Endi To'g'ri, biz ko'pincha raqiblik qilamiz, o'zaro muloqot ham bor. Hech qaysi biri jarohat olsa demaymiz. Eng kuchli holatida o'ynab natijaga erishishni xohlaymiz. Oxirgi to'qnashuvimizda O'zbekiston g'alabaga erishgan kafa asosida. Hozircha ustunlik bizda o'zaro. Endi butun o'zaro o'yinlar tarixiga nazar tashlasa, albatta Eronda ko'proq. Ayni vaqtda O'zbekiston ustun deyiladi chunki Adramazon pressing yana yerda Shomurodov qatnashyapti. Sheriklariga faolroq bo'lishni aytyapti. Mana chiqishi kerak yetimdan deb. Bir futbolchi qatnashgan pressing ishlamaydi odatda. asal. O'sha O'zbekistonning g'alabasidan oldin duranglar seriyasi qayd etilayotgan edi. Terma jamoalarimiz City'ga o'tadimi? final bo'lmaydi. Masalan, o'yindan hisob ochilmasa, yakunda penaltilar seriyasiga murojaat qilinadi. Uchrashuv muhim. Ya'ni kimdir g'alaba bilan tark etadi, kimdir mag'lubiyat bilan tark etadi. Eron xohlamaydi ketma-ket ikkita mag'lubiyat qayd etishni. O'zbekiston esa hech qachon Eronga bo'sh kelishni xohlamaydi. Oxirigacha kurashadi.
Yes, suka. Emasmi? Ularni qarangda o'zi ko'tini burgan. erishganmiz. Qaysi o'yin haqida? Mana Ustida Alopulov yuqoriga ko'tarildi. Raqibni xato qilishga majbur etdi. Hozir esa o'zi xatoga yo'l qo'yyapti. Tezda pozitsiyasiga qaytib, o'z xatosini o'zi to'g'rilayapti. Mana shu 30 sekund ichida Ustida Alopulovdan biz 3 ta faol harakatni ko'rdik. Ajoyib pas Ostondan Eldorga, Eldor tutishga majbur. Hamro'bekov yo'nalishni o'zgartirishdi. Asosan to'p nazorati O'zbekistonda. Bilin. Xotirjam harakat qilishyapti yoshlarimiz. Endi bizga Misr usluban qulayroq edi, chunki Misr ham hujumga bor. Ancha ochiq futbol ko'rdi. Eronni bilamiz, taktik futbol. Ayniqsa O'zbekistonga qarshi hujumchi yo'q biladi, yorib o'tish qiyin. Oston O'runovga alohida e'tibor faqatgina u Gol. emas, balki Eron chempionatida o'ynagani sababli raqiblar ham yaxshi tanishadi. Ommaviy axborot vositalari yumshoq natijalarni hujumga tashlandi. Hali Google'da Oston O'runov, Haaland, Messi, Ronaldo va Mbappe'dan ortda qoldirdi deb salohada nima chiqaribdi. Aqlli ekan deb bitta kirsam, u 24 soatda transfer market saytida ko'p vaqtlangan o'yinchi bo'ldi. O'ynayapti, lekin tajribasi bor. Yo, ana. Faqat deylik kimdir qaysidir pozitsiyada bir vaqtlar o'ynagan bo'lsa, ancha vaqt pozitsiyani tark etgan bo'lsa, boshqa joyda o'ynayotgan bo'lsa, qaytadan o'ynishiga to'g'ri keladi. Chizig'ini kesildi bosh. Bayramban. Yaxshi o'ynadi. Orqaga uzatma, shoshishmayapti jamoalar. To'g'ri, ular juda yaxshi biladi. Lekin shu bilgani uchun ham vaziyatni keskinlashtirishmaydi. Nasrullayev, Abdulloh Ne'matov. Bilasiz, O'tkir Yusupov jarohatini tuzatish jarayonida o'tkazyapti. Jaloliddin Masharipov, Abbos Fayzullayev o'sha asosiy tarkibda futbolchilar sifatida e'tirof bo'lsak, ulardan tiklanishni boshlab ular maydondagi mashg'ulotlarga qaytib qolishlari markaz orqali to'pni hujumchiga yetkazib bermoqchi edi. G'aniyev, Sayfiyev, orqaga pas, Abduqodir Salohga qarshi individual ham o'ynadi. Tezlashgan payt kutib olish uslubini ham qo'lladi. Bilan offsayddan chiqdi. Hozir Abduqodir yurishini tomosha qilyapmiz. Bizning futbolchilar chiqib kelyapti. Manchester City, Angliya jamoamizning asosiy yulduzlaridan biriga aylandi. Husanov faqat terma jamoamiz O'zbekistonda Markaziy Osiyo o'yinimiz. Yes, suka. Saytlarda, ko'rmalarda ko'pchilik o'zi qiladi. Endi to'pni birinchi zarbosi boshqa yo'llar
yo'lladi. Buyurotman to'pni qaytardi, hujumimiz davom etadi. Azg'ani va mana bu yerda Otabek Shukurov ham tepib ko'rdi. Endi to'p Oston O'runovda, unda dribling bor, qochyapti, ichkariga yorib kirib tepishga harakat qilsa, hakam g'alaba qilib qoldi. Kutilmaganda yo'lidan chiqib, shu yerda to'xtatish kerak. To'xtatdik. To'pga o'ynaldi. Nasrulloyev. Oston O'runov, O'zbekiston demak birinchi jiddiy zarbasini yo'lladi. Davomi ham bor, Sayfiyev ichkarida va bu yerda penalti gol vermedi mi? Sayfiyev hujumda foyda ustunlik ko'rsatyapti. Mayli, bu epizodni ham ko'ramiz, lekin Berandan bekorga namoyish etilmayapti. Eldor Shomurodovning zarbasini qaytardi. Yaxshi hujum. Yaqin keldik, dastlabki golli vaziyatni yuzaga keltirdik. Shukurov, Shomurodov nariga tomonda